Assalomu alaykum hammaga. Yaqinda bitta video qilgan edim, Reels. Bir kun, ikki kun oldu. Men bu telefonni ko'rsatgan edim. Set emailga deklaratsiya qilmagan, emailkasi ochilmayotgan edi. Odam deklaratsiyadan o'tkazib olmagan edi. Va sim karta tiqsa agar simlock edi. Buni men simlockni ochaman, deklaratsiyadan o'tkazib, emailkasini ham ochaman deb video qilgan edim. O'sha gapimga javob mana. Instagramga ko'pchilik yozdi, buni simlockni ocha olmaysan, kreditga olingan bu deb. Bir tomondan to'g'ri, kreditga olingan bo'lsa, simlock ochilmaydi, buni bilib qo'yinglar. Lekin buni odamim menga aytgan edi, что buni kreditini to'lab, hammasini to'lov qilib, 0 qilib kelyapman deb. Shuning uchun men video olayotganimda aytgan edim, что buni simlockni ochamiz deb. Mana tak javob qilyapman. Mana bu yerda ko'ringlar, UCell deb chiqqan. Mana antena chiqqan, 4G internet ko'rsatyapti уже. Tak, YouTube ga kirib ko'ramiz. Antenani yoqib. Qani buni interneti. Tak, o'zi. Internet yoqilganmi? YouTube. YouTube. Столько гордости нет даже у Луны. А как же ей гордиться? Ko'ramiz, ha? На той Луне ведь пекло. Wi-Fi'ni o'chiraman, даже ishonch hosil qilish uchun. Wi-Fi o'chirildi. Дэв, Ko'ryapmiz, ishlayotganini. Mana simlock ham ochildi, deklaratsiyadan o'tdi, emailkasi ham qilindi. Mana. Даже telefon qilib ham ko'rsataman. Mana misol uchun 93lik. Любой kimga telefon qilaman mana. Kimga ketsam endi uzr 93lik 725 45 67. Muj ekan bu. Tak, mana gudok ketyapti. Ko'rdigan mana bunaqa oldi даже. Bu o'zi ayol kishiniki edi telefon. Mana ochib berdik, xursand, endi ishlatadi. Kimga shunaqa simlock kredit to'langan bo'lsa, simlock bo'lsa, deklaratsiyadan o'tkazmagan turgan bo'lsa, emailkani o'tkazib olmayotgan bo'lsa, bemalol meni Telegramga yozinglar, ochib beramiz xudo xohlasa. Hammaga sog'lik, salomatlik.